Hasharotlar tanasida 1-5 mingdan 2-4 minggacha yaxshi ixtisoslashgan, asosan kondalang targil tolali muskullar bo'ladi. Hasharotlarda juda ko'p muskullar ko'krak bo'limida o'rnashib, ularga oyoqlar va qanotlar birikkan. Skelet muskullari odatda kutikular sklerotlarining ichki yuzasiga birikadi. Hasharotlarning kondalang targil muskullari umurtqali hayvonlarnikidan boshqacharoq tuzilgan. Sarkoplazma va unda bir qator bo'lib joylashgan yadrolari hujayra markazida bo'lib, ularni fibrillalar, muskul tolalari o'rab turadi. Umurtqali hayvonlarning muskullarida esa fibrillalar hujayrada bir tekis tarqalgan. Yadrolar sirtqi yupqa sarkoplazma qavatida joylashgan. Hasharotlarning muskul to'qimasi skilt yoki harakatlanish muskullari va ichki organlar muskullariga bo'linadi. Ayrim hasharotlarda muskullar kuchli taraqqiy etgan. Masalan, chumolilar o'z tanasi og'irligidan birinchi marta ortiq narsani sudrab keta oladi. Ichki organlar muskulaturasi yurak tvorchalari va oshqozon hamda boshqa organlar tvorchalarida joylashgan. Hasharotlar tanasining bo'gimlari murakkab bo'lishi va tana bo'laklarining xilma-xil harakat qilishiga muvofiq ularning muskullari ham murakkab bo'ladi. Muskullar sistemasi ikki xil. Somatik yoki skelet muskullari va ichki yoki visceral muskullarga bo'linadi. Har ikkala muskul kondalang targil muskullar tipiga kiradi. Voyaga yetgan hasharotlar tanasining bo'gimlarga bo'linishi murakkab bo'lgani tufayli ular tanasidagi muskullar lichinkalar tanasidagi muskullarga qaraganda xilma-xil bo'ladi. Skelet muskullari hasharotning tana harakatini, oyoqlari, ogiz organlari, mo'ylov va boshqa o'simtalarni, voyaga yetgan hasharotlarda esa qanot organlarini ta'minlaydi. Muskullarning bir uchi, boshlang'ich uchi, tananing harakatsiz skeletiga, ikkinchi uchi uning harakatli qismiga tutashgan bo'ladi. Muskullarning qisqarishi gavda skeletlarining holatini o'zgartirib turadi. Muskullar kutikulaga maxsus ingichka alohida tolalar tonofibrillalar yordamida tutashadi. Skelet muskullari asosan 3 guruh: bosh, ko'krak va qorin muskullarini hosil qiladi. Bular hammasi skelet muskul sistemasini tashkil etadi. Bosh va ko'krak muskullari, ya'ni aktiv harakat organlarining muskullari eng yaxshi rivojlangan. Ko'krak muskullariga uzunasiga dorzoventral yoki qiyshiq muskullar, oyoq va boshqa muskullari kiradi. Qanotlarni dorzoventral yoki qiyshiq muskullar harakatga keltiradi. Bu muskullar bo'gimlarning yelkachasi va kakrakchasini bir-biriga qo'shib turadi, gavda sklerotlarning holatini o'zgartiradi. Ogiz apparatlarni harakatga keltiruvchi bosh muskullar, so'ruvchi hasharotlarda esa tomoq boshligini navbat bilan kengaytirib va toraytirib turadigan, shu tufayli tomoqni nasos kabi ishlatadigan muskullar juda yaxshi rivojlangan. Qorin guruh muskullari oddiyroq tuzilgan, bularga silliq muskullar, yon va kondalang muskullar kiradi. Bu muskullarning qisqarib cho'zilishi natijasida qorin bo'gimlarining harakati boshqariladi. Yon muskullar nafas olishni boshqaradi. Yelka tomonida qon tomirlari atrofidagi qanotsimon muskullar qonning harakatini boshqaradi. Hasharot muskullarining nisbiy kuchi, ya'ni ular ko'taradigan yuk massasining tana massasiga bo'lgan nisbati yuqori hayvonlar muskullari nisbiy kuchidan ancha ortiq bo'ladi. Hasharotlar skelet muskullarining nisbiy kuchi odam muskullarining nisbiy kuchiga yaqinlashadi va undan ham ortadi. Masalan, burga tanasining uzunligiga nisbatan 200 marta oshiq balandlikka sakraydi, chumoli tanasi massasidan ko'p marta ortiq yukni sudraydi, asalari uchganda tanasi massasining 78 ga teng keladigan yukni ko'taradi. Gong kongizi tana massasiga qaraganda 93 marta og'ir yukni sudraydi. Hasharotlar muskullarining ayrim guruhlari har xil nisbiy kuchga ega. Hasharot muskullarining absolyut kuchi, ya'ni ular ko'tara oladigan yuk massasining kondalang kesim sathiga bo'lgan nisbati yuqori hayvonlarnikiga qaraganda ancha kam bo'ladi. Masalan, asalarilarda bu kuch odamnikiga qaraganda 14 marta kam. Muskullarning ishi nerv sistemasi tomonidan boshqariladi.